Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan paxtada yumshoqqina chiqadigan, hammaga birdek yoqadigan bulochkalar tayyorlaymiz. Bulochkamizning xamiri uchun avvalo apparat tayyorlab olamiz. Bizga 1 stakan sut va 1 stakan iliq suv kerak bo'ladi. Ikkalasini ketma-ketlikda idishimizga solib olamiz va 2 osh qoshiqda shakar solib olamiz. Bir pachka daraja solib olamiz. Mendagi daraja 10 gram va yaxshilab massamizni aralashtiramiz. Aralashgan massamizning ustiga 2 osh qoshiq elangan un solamiz. Va uni ham yaxshilab aralashtirib, massamizni 15 minutga oshirishga olib qo'yamiz. Issiq joyda massamiz juda ham tez oshib chiqadi. Oshgan apparamizning ustiga bitta tuxum va yarim piyla shakar solib, uni ham yaxshilab aralashtiramiz shakarlari erigunicha. Keyin massamizga un solib, xamir qoramiz. Xamirimiz ideal darajada chiqishini xohlasanglar, uni har doim elidan o'tkazib solishimiz kerak. Orada razrixli solsak va vanilin ham qo'shib olsak, bulochkamiz yana ham o'xshab chiqadi. Xamirimiz qo'lga yopishadigan xamir bo'lgandan keyin xamirimizning ustiga xona haroratida eritilgan sariyog'imizni qo'shamiz va xamirimizni chiroyli ko'rinishga kelguncha qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizning ustini strich bilan yopib, oshirishga 1 soatga olib qo'yamiz. 1 soatda xamirimiz shunaqa ponchi bo'lib pishib chiqadi. Agar xamir qorish jarayonida unni ko'paytirib yuborsanglar, xamir oshmaydi va xamir juda ham qattiq bo'lib qoladi. O'shaning uchun oshirma xamirlarga unni iloji boricha me'yorda solishga harakat qilish kerak. Oshib chiqqan xamirimizni yoyib olamiz. 1 sm qalinlikda yoyilgan xamirimizni videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Bulochkalarning ko'rinishini qanaqa qilish o'zingizlarning ixtiyoringizga bog'liq. Xohlasanglar boshqacha shaklda tugsanglar ham bo'ladi. Menga shu ko'rinish yoqqani uchun shunaqa ko'rinishda tugib oldim. Men ichiga olmali jem nachinka soldim. Sizlar xohishingizga ko'ra boshqa narsa solsanglar ham bo'ladi. Magizli yoki bo'lmasa sug'ushonqali qilsanglar ham bo'ladi. Nachinkasi ixtiyoriy. Bulochkalarimizning hammasini bir xil ko'rinishda qilib tugib olamiz va ustiga tuxumni, sarig'ini tutga aralashtirib surib olamiz. Bu orada gaz pechini ham yoqib olamiz. Tayyor bo'lib ustiga tuxum surilgan bulochkalarimizni 180 gradusga ustlari qizarib chiqquncha qo'yib olamiz. Bu taxminan 20-25 minutda pishib chiqadi. Pishib chiqqan bulochkalarimizning ustiga saxarni pudra xohishga ko'ra sepib olamiz, yana ham chiroyli bo'lishi uchun. Mana bulochkalarimiz tayyor bo'ldi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga jo'natib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar va yaqinlaringizga albatta tayyorlab beringlar. Yoqimli ishtaha.